Qozog'istonda Xitoyga qarshi namoyishlar davlat miqyosiga yamardi. Poytaxt Nur-Sulton, Aqto'pa, Olmaota va Chimkent boshchiligida nurg'un shaharlarda Xitoyning kengaymichiligiga qarshi namoyish o'tkazildi. Qozog'iston hukumatining Xitoy siyosatiga norozilik bildirgan minglagan namoyishchi Xitoy qurilishlari to'xtasin, Xitoyning kengaymichiligiga yo'l qo'ymaymiz degan shiorlar yozilgan plakalarni ko'tarib namoyish qildi. Aqto'padagi qozoqlar Xitoy zavodlarining ochilmasligini talab qildi. Prezident To'qayevning 11-sentabr Xitoyda 2 kunlik ziyorat bo'lishini planlaganligi bildirildi. Xabarlarda namoyishchilar shior to'lash orqali To'qayevning Xitoydan qarz olishdan voz kechishini umid qildi. Xitoyning ichki o'lkalardan Xitoy hukumatining qo'llashi bilan Sharq Turkistonga olib kelinib, hayotini eng go'zal shaklda davomlashtirish uchun barliq imkoniyatlarga erishmoqda. 10 yil burun ko'chalar, rasta bozorlarda Xitoylar hech uchirmaydigan darajada oz bo'lsa, bugun ahvol tamoman o'zgarib, Uyg'urlarni ko'gil bo'lmaydigan bir vaziyat shakllandi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Sharq Turkistonliklar 250 yuan oz pulga qo'lga o'xshash ishlamoqda. Aksicha Xitoylar oylik maoshi 10 ming yuan bo'lgan yaxshi ishlarga o'rlashtirilmoqda. Buningdan boshqa bir Xitoyning Uyg'ur qizi bilan to'y qilsa, hukumatdan 100 ming yuan pul, uy, mashina va ish berdiganligi o'tirg'i chiqdi. Xitoyning Hong Kong alayida ma'mur rayonining bosh ma'muri Carrie Lam Hong Kongda 3 oydan buyon davomlashayotgan namoyishlardan keyin jinoyatchilarning Xitoyga o'tkazib berilishga ruxsat qilingan qonun loyihasini amaldan qoldirganligini e'lon qildi. Namoyishchilarning 13-haftasida chiqarilgan bu qarordan keyin namoyishchilar Hong Kong ko'chalarida Hong Kongni qaytarib oldik, davrimizning inqilobi degandek shiorlarni to'plab tabrikladi. Yerlik taratqular, ba'zi tashkilotlar va faoliyatchilarning bu qarorga gumon bilan qaraydiganligi bildirildi. Shuning bilan birga Hong Kong paycheki bozori hukumatning bu talash tortishli qonun loyihasini bekor qilishi bilan yaqinqi 10 oydan buyonqi eng yaxshi kunni kutib oldi. Pakistan armiyasi bayonotchisi general Asif G'afur Hindiston bilan Kashmir masalasida yuz bergan jiddiychilik haqida Pakistan davomli surkilishni pasaytirishga harakat qildi. Yadro quroli bor davlatlarda urushga yer yo'q dedi. G'afur axborot e'lon qilish yig'inida Hindistonning Jammu Kashmirning alohida siyosatini inkor qilganligini va rayonda bostirilish elib berilayotganligi bildirildi va Pokistonning jiddiychilikni pasaytirish uchun tirishib kelganligini aytdi. İran cuma kundan e'tiboran yadro kelishimida belgilangan ba'zi mas'uliyatlarni ijro qilmaydiganligini e'lon qildi. İran prezidenti Hasan Ruhani Yevropa ittifoqi davlatlari bilan o'tkazilgan muzokaralarda natijaga erishamaganligini va Iranning 3-qitim 2015-yili imzolangan yadro kelishimidagi va'dalarini azaytirganligini bildirdi. Ruhani uran qo'yildirish qatorliq yadro tadqiqot ishlarida kelishimda belgilangan cheklamalarga rioya qilmaydiganligini aytdi.